Yugandan keyin zanglaydi deyishadi. Kimlardir ko'rolmayapti deb o'ylashi mumkin. Kamchilik baribir yetadi. Mana ko'ramiz, hozir sravnit qilamiz-da. No, taksigida самый kuchli kritik bo'lgani uchun kamchilikni baribir yetaman. Xohlasangiz, xohlamasangiz. Zo'r, mana manfaati zo'r. Men sizni kritikalaringizdan rivojlangan insonman, albatta. Har doim yaxshi bo'lsin deb aytaman. Endi kimlardir to'g'ri tushunadi, kimlardir noto'g'ri tushunadi, kimlardir ko'ra olmayapti deb o'ylashi mumkin. Lekin mana shu zo'r fata qarang, вообще молодец-da. Lekin bitta mana shu narsani element topdi desangiz, mana shu tosh zanglaydi deyishadi ko'plar. Yugandan keyin zanglaydi deyishadi. Lekin buni ham oldini olibsiz. Qanaqa yurg'izilgandingiz? Men buni специальный nail polishda, ya'ni lakda обработка qilingan qildirdim. Buni stirkadan yaxshi chiqadi deb aytishdi. Hali ishlatib ko'rmadik, Dilbirpa. Probniy variant. Probniy variant qildik. Xudo xolasa endi prokatga olganda qani yuk ko'ramiz. Agar haqiqatda zanglamasa, shu polishda обработка qilingan bo'lsa, bu вообще yana plus sizga, потому что bu narsani xayrli halolidan bersa hammamizga sotgandan keyin bu kichkina arzon narsa emas, chunki haqiqatda qo'l ishi, lekin zo'r. Men xursandman. yoqdimi sizga? Men xursandman.